Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda mikoplazmalar morfologiyasi bilan tanishamiz. Mikoplazmalar Yer sayyorasida ancha yillar oldin eng kichik bakteriyalar sifatida paydo bo'lgan. Ular juda oddiy tuzilishga ega. Hujayrasi DNK, RNK va oqsillarni saqlaydi. Membranasi esa zich xolesterin moddasidan iborat. Hujayra devori rivojlanmagan, kattaligi turlicha 1 mikrometrdan 1000-4000 nanometrgacha bo'ladi. Ularning tabiatda bir necha turlari tarqalgan, xususan mikoplazma genetilatum, mikoplazma pneumoniya, mikoplazma gominis, ureoplazma ureolaticum, ureoplazma parvum. Mikoplazmalar guruhi shaklini o'zgartira oladigan bakteriyalar hisoblanadi. Ular yuqori polimorfik organizmlar guruhiga kiradi. Hujayra devoriga ega bo'lmaganligi sababli ularni Gram-Malfiy usulida aniqlab bo'lmaydi. Ular parazit hamda saprofit holda hayot kechiradi. Mikoplazmalarning ko'plab turlari kanalizatsiya va quvurlarda yashaydi. Ularning barcha turi ham patogen emas. Tur vakillari turlicha shaklga ega. Xususan mikoplazma pneumoniya qovurilgan tuxumga o'xshaydi. Ikkinchi nomi esa plevropneumoniya hisoblanadi. Mikoplazma pneumoniya kattaligi 100-1000 nanometr keladi. Organizmda bronxit, traxeit kabi nafas olish tizimi bilan bog'liq kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ular pneumoniyaning yengil atipik shakli hisoblanib, sekin rivojlanadi. Mikoplazma genetilatum tosh suyagi yallig'lanishi va bakterial vaginoz bilan bog'liq kasallik hisoblanadi. Jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarni keltirib chiqaradi. Ko'pincha uzoq davom etishi va antibiotiklarga chidamliligi bilan tanilgan. Mikoplazma gominis siydik yo'llarida va ayollar jinsiy a'zolarida yashaydi. Ular juda keng tarqalgan. Asosan ayollarda ko'p uchraydi. Erkaklarda uchrash foizi kam. Mikoplazma gominis onadan bolaga infeksiyalar sababli ko'chirilishi mumkin. Shuning uchun u yangi tug'ilgan chaqaloqlarda isitma holatini keltirib chiqaradi. Asosiy belgisi ham yosh bolalarda haroratning ko'tarilishi hisoblanadi. U ko'pincha patogenlar bilan birga yashaydi. Ureoplazma ureolaticum va ureoplazma parvum. Ular asosan bachadonning yuqori qismi hamda vaginada topilgan. Erkaklarda kichikroq, ayollarda kattaroq shaklda uchraydi. Organizm sog'ligiga yuqori ta'sir ko'rsatmaydi. Jinsiy aloqa vaqtida sherikka tarqalishi va ba'zan ona tanasidan bachadonga yoki yangi tug'ilgan chaqaloqqa yuqib, chaqaloqning sog'ligiga ziyon yetkazishi mumkin. Mikoplazmalarning o'simliklarda 40 dan ortiq turli-tuman kasallik keltirib chiqaradigan vakillari mavjud. Jumladan, qo'qon gulning sariq kasalligi, makka jo'xori, tut kabi o'simliklarning pakanaligi bunga misol bo'ladi. Kattaligi o'rtacha 0,2-0,3 mikrometr keladi. Bu rasmda ularning dunyo bo'yicha tarqalish foizi keltirib o'tilgan. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Mikoplazmalarni antibiotiklar yordamida o'ldirish mumkinmi? Mikoplazmalar hujayra devoriga ega bo'lmaganligi sababli Blaktum va penisilin kabi antibiotiklar ularga ta'sir ko'rsatmaydi. Ularni yo'q qilish uchun tetraskiklin antibiotiklaridan foydalanishimiz mumkin.